Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Mana bugun 5-qismda olishni boshladik. Bugun xudo xolasa bir ikkita o'yin ko'ramiz. Mana bugun qorong'ida boshlashibdi. Mana 5-o'yinimizda o'zi qorong'i tushib qolibdi. Hozir rosa qorong'i tushadi-da. Bu shunaqa boshqacha atmosfera bo'lar ekanda bu yerda. Shuning uchun o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishinglarni tavsiya qilib qo'ygan bo'lardim. Oxirida shunaqa zo'r nimalar bo'lar ekan. Keldi-yu, keling, xush kelibsiz. Bizni konchini uryapti. Qani biz askarlarimiz? Ya'ni keldi kamonchi. Urushni boshlashdi. Xullas bizni kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. O'zi kanalimizdan baribir yangi. Shuning uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, sizlardan motivatsiya olamiz. Fikringlar bo'lsa o'zi fikr bildirib qo'yinglar, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'ysanglar, xudo xolasa bundan-da chiroyli, bundan-da qiziqarli, yaxshi videolarni olib chiqarishga harakat qilamiz. Shunday qilib, bizni o'zi 2 dona askar kelgan edi. Voyda shular hamchi, ana endi bular quvishni boshlashdi, u ahmoqlar, mana. Ancha nayzalarni tanchib qo'yishibdi biz haykalga. Mana qolganlar turibdi, 2tasi borib buni o'qib kelibdi-da. Qarasa bu yerda askarlar yo'q. Yugurib hujumga o'tib qo'yishibdi-da bular, ahmoqlar. Hali sallay ko'rsatib qo'yadi mani odamchalarim. Mana qorong'ida bular olovrang ko'rinib qolar ekanda. Endi ozgina jimlik. Menimcha hozir manikilar keladi hujumga keladi-da. Katta to'qmoqda ushlab turgan haykallarni yiqitib tashlashadi. Dub. Tirs qilib urib yiqitib tashlashadi. Qani mani pahlavonlarim, qora o'ylarim, nima qilyapsizlar? Kelyapsizlarmi? Qani. Endi nima qilamiz? Bizda ham konchilarni mana ko'paytiryapmiz, askarlarni, konchilarni. Hozir ko'rasizlar. Hozircha endi bular kuzatamiz nima qilishayotganini. Ana, demak biznikilar kelyapti. Ana hozir mana bizga turgan ekan hali. U nimaga yurmayapti bular? Endi yurishni boshlashdi-da. Mana. Ozgina konchilarimiz yo'qligiga konchini ko'paytirib olaylik degandik. Shu bu o'yinda zo'rligichi, menga yoqqan tarafi bu o'yinda hali juda ko'p o'yinlarda bu o'yinda ham misol uchun kimdir bu yerdagi bir qahramonni boshqarsangiz bo'ladi. Lekin bu yerda mana hozir o'zini boshqaryapti-da hammasi. Misol Minecraftni oladigan bo'lsak, u yerda bitta qahramonni siz boshqarasiz. Qayergadir burasiz, qayergadir o'zingiz nimanidir, qayergadir bekitasiz, nimanidir qurishga, kim bilandir urushga, o'zingiz boshqarasiz-da. Bu yerda mana o'zlari bilib ishini qilaverar ekan. Shunisi zo'r ekanda, mana haykallarni buzishni boshlashdi biznikilar. Menimcha ana chol menimcha degandim shu cholni nazarda tutgandimda, mana chol chiqib hozir ogohlantirishni boshladi. Menga aytmoqchi bo'ldi-da bu chol. Mana ular qo'shin chaqirdi yordamga deyapti ekan bu gapda-da. Mana bunaqa barzangini olib chiqishdi. U bitta urganda mana hozir 3ta qahramonni o'ldirib ketyapti-da. Mana bitta odamni yana o'ldirdi. Yana bitta odamdan kichkina
odamchalar o'ldirib qo'ydi, hech kim yo'q, menimcha hozir yutkazamiz. Men ham yordam chaqirdim, lekin bu kuch yetmaydi. Yana chaqirish kerak menimcha. Menimcha yordam chaqiramiz. Bu 2 marta men bu to'qmog'i bilan ursam meni haykalim o'lib bo'ladi-yu. Bu nima qilyapti? Nima qilyapti? Voy. Nima qilyapti? Meni odamlarimni o'ldiryapti-da. Shu o'ldirish bilan birga ko'rasiz, meni haykalimni ham o'ldiryapti ekanda. Nimaga meni chaqirmayapman? Demak, mendan ham bitta ana qora odam chiqdi. Katta odam chiqdi, lekin jicha sekin harakat qilar ekanda, u chaqirganda yugurib chiqmas ekan. Shunisi menga yoqmadi. Ana aytdim-a, men yutkazdim deb. Nima bo'ldi endi? Mayli, 5-o'yin. Mana azizlar ko'rib turibsizlar. 5-o'yinda men yutqizdim-da, yutqizisham kerak-da. Endi 5-o'yinda, 1-2-o'yinda ham albatta yutqizgan edim. Men 5-o'yinda yana yutqizdim. Xudo xolasa keyingi o'yinlarda yutamiz. Hozir biroz kutamiz, keyingi o'yin boshlanishi kerak. Mana hozir boshlandi. 5-o'yin ham aylanib ketyapti-da. Mana yana chiqishni boshladi. Yana qorong'i ekan. Yana tunda jang qilishyapti ekan. Nima deymiz? O'sha zirh kiygan deymizmi? Shunaqangi jangchilarimiz ko'p ekan. Ko'rib qo'ydik. Mana biz yana konchilar chaqirishni boshladik bitta. Shu konchilar bir dona chiqishi jicha unaqa ekanda. Biz mana konchilarimiz chiqishgani bilan qilichboz yetib keldi-da. Askar qarasa hech kim yo'q, 2 ta anonsi bor. Ana qilichi bilan urushni boshladi. Voy, chuk. Yo, buni kuchi yetmaydi. Yana chaqirish kerak. Yana bitta qilich, kamonchi keldi, lekin bu kamonchilarni kamoni voy, bularda ham qilichbozlar ko'p ekan. Mana yana biz qalqoni bor, nayzasi bilan kelayotgan odamlarni chaqirdik. Biz ham qizil tojlari bor odamlarimiz bor ekan. Shular chaqirdik. Mana bular bo'ldi, tiz cho'ktirib qo'yishdi-yu. Baribir konchilarimiz oz bo'lib qoldi. Hozir konchilar chaqiryapmiz. Endi kutamiz ozgina ularni hozir kelishlarini. Bizga farqi yo'q, kelishaversin. Qancha desa kelishaversin. Bizda ham odam ko'p. Vaziyatga qarab askarlar chaqiramiz. Ilho bo'lmanglar. Rasa ham odamlarimiz ko'p, askarlar, katta gigant odamlar. Undan tashqari ham bitta gigant odamimiz bor, hozir chiqadi. Ko'rib boraveramiz. Qani nima bo'lyapti? Bu yerda nima bo'lyapti? Konchilar qaziyapti. Konchilarimiz ko'payib qoldi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta bo'lib qoldi. Bular kon qazigani sari mana bu yerda nimalarimiz ko'payaverar ekan. Tangalarimiz ko'payib ketyapti. Unga endi mana bunaqa qilichboz, kamonboz, har xil gigant odamlarni ham chaqirib olsa bo'lar ekan. Biz mana shu narsani harakatini qilyapmiz. Mana bu tarafga bitta nazar solib qo'ydik. Bular hali harakat qilgan yo'q, lekin bizni mana bu qora ketyapti-da. To'xta, ozgina mablag' yetib olsin. O'lasan, aytdim-a, men o'lasan. Endi o'lganiga endi bular ham mana jang boshlandi deb ketyapti. Nima qilgani endi bu? Nimayamdir deganda boshlandi-da. Biz yana kuch chaqirishimiz kerak.
mana ular ham kuch bilan chaqirishdi, mana kuchli odamlar kelyapti deb. Chol, soqollik chol chiqib ogohlantirdi. Mana biz hech narsaga qaramasdan baribir haykalini yarmini yiqitib qo'ydik, 2-3 ta bizni askarlarimiz. Gigant odamlar boshladi urushdi. Bu odam bilan hazillashmaslik kerak. Gigant odam baribir voy urdi, yotqizib ketyapti-da. Orqasidan mana bu qizil olovranga o'xshab odamlarimiz ketyapti. Endi biz tarafga qarab ketyapti. Biz ham tezlik bilan, zudlik bilan, mana askarlarim, qora odamlarim chiqdi. Qaranglar, voy jangni hozir ko'rasizlar. Jang. Birga bir. Birga bir jang. Sol. Oh my god. Bunaqasi bo'lmagan. Mani odam o'lib qoldimi? Yo'q. Nimaga bu non yemaganmi bilmayman, mani odam o'lib qoldi-da. Endi mayli boshqasini chaqiramiz. Ana hozir bir guruh askarchalar chaqirib qo'ya qolamiz. Bizga o'sha askarchalar juda ham baquvvat odamlar ekan. Mana tepasidan kuch yog'dirdik o'zimiz askarlarimiz. Yana bitta katta odam chaqirib qo'ya qoldik. Nimagaki bizni haykalimizga yaqin kelib qoldi-da, mana bu katta odam. Mana tegdi. Ular hujumni qilishni boshlash. Ikkinchi katta odam kelib qoldi. Voy. Yana biz chaqiramiz. Mana kichkina guruh askarlarimiz chaqirdik. Voy, mana boshlashdi ular. Bitta qopdan birga bir endi qoldi. Hozir ko'ramiz-da. Ketyapti. Ana bo'lmasam. U quvshyapti orqasidan. Voy, orqasidan bu zo'r gap yo'q. Endi oxirida yomon bo'ladi. Hozir yana bu qora odamlardan ham katta, undan-da katta bitta gigant odam bor. Shuni chiqadi hozir. Qarab turinglar-da, yomoni chiqadi. O'yinda oxirini qara, shunaqa zo'r joyga kelyapmiz. O'yinda oxiri zo'r bo'ladi-da. Hozir yuziga niqob kiygan Supermen chiqadi hozir. Supermen deydimi? Demak, keyingisida chiqar ekan, hozir emas. Demak, keyingi o'yinda chiqar ekan. Men ozgina adashib ketibman-da. Yana uni qarang. Mana nimani ichidan chiqdi? Aytdim-a, men hozir chiqadi deb. Haykalning ichidan chiqdi. Haykalning ichida odam bor ekan, u uchib ketibdi-da. Oldingilarda unaqa haykalning ichida odam yo'q edi, mana chiqdi. Qaranglar, shunaqa katta odam chiqdi. Voy-da. Bo'lishi mumkin emas-da. Voy, bizkilar o'tgani buni nima bo'lyapti? Oxirida yomon bo'ladi hozir chetdachi. O'ldi bu odam. Mani odamim o'ldi. Joni tugadi uni. Endi nima bo'ladi hozir qaranglar-da. Bizkilar ham yomon. Kichkina bo'lgan nimachi, nayzat, kamonchilarimiz yomon. Yana katta odam kelibdi. Mana ikkita katta odam kelib qopti. Nima bo'ldi? To'g'risi qo'rqib ketibman, ikkita katta odam chaqirib yuboribman. Ozgina shoshdim shekilli. Bitta chaqirsam bo'lardi. Men ikkita chaqirib yuboribman-da. U jang kuchli bo'lyapti. Nima bo'lyapti bu yerda hozir? Mani odamga osilib oldi-da bu. Osilib oladi. O'lasan, menga qara, o'lding sen. Ketyapti. Endi nima qilamiz? Endi hozir nima qiladi? Ikkita odam 2ga 1 bo'lgandan keyin bu katta odam yutqazadi-yu. Lekin qaranglarda shunaqa yomon
jahlni ustidan u bo'lgan ekanda. Yomon jahl. Yana bittasi o'libdi, bittasi charchab qolishdi. Charchashdi. Hozir mana ana odam chiqadi. Ana qaranglar. Shunaqa zo'r joyga keldi, qaranglar. Ushlab oldi-da. Sen uni ur deyapti. Tap ekranga ur deyapti ekanda. Bitta men bilmabman-da. Oxiri 2 marta ekranga urganda mana shu kichkina odamcha mana zirhli katta odamga nayzasini sanchib qo'ydi. Shundan keyin to'xtadi-da bu odam. Qarang. Sanda deyapti. U qarang. Qoyil. Ko'rdinglarmi? Ana rollarda, bosh rollarda filmga ovoz berganlar man va yana man o'zim, bosh rollarda o'zim, qora odamchalarim, yaxshi rollarda qora odamlar, yomon rollarda qizil tanli odamlar bo'lishdi. E'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi o'yinda albatta tomosha qilinglar. Bundan ham zo'r narsalarni, zo'r joylarni qo'yib berishga harakat qilaman. Agar kimda-kim zo'r o'ynaydigan bo'lsa, mana shu o'yinni kommentariyaga yozib qo'ysa, biz bu narsalarni birga ko'rib chiqamiz.